Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Hop. Motoblogga bitta e'tibor berasizlar. Excalibur 192 17 ta ot kuchiga. Ko'rib turganingizdek, oldingidek ancha baquvvat va sifatli va qulay, ancha ixcham kelgan, mana ko'rib turganingizdek. Hop, korotkasiga bitta e'tibor berasizlar, korotka, katta korotkadan mana. Hop, oldingilar akkumulyatorga bilsanglar, akkumulyatorga tok bermaydi. O'shani hisobiga akkumulyator o'ladi deb ko'pchilik klientlarimiz ancha ziyon gapirgani uchun mana ichidan отдельный tok chiqqan. O'shani hisobiga ha deb akkumulyator o'tirib qolmaydi, o'lmaydi, shunday hisobiga mana qo'shimcha chiqqan. Hop. Hop, filtrlar akalar mana ko'rib turganingizdek, mana massinli bo'ladi. Oldingilar tepadan bo'lasiz mana. Massinli yerga 100 gram, 200 gram aptol quyib qo'ysanglar, motorni zo'r ishlab beradi xudo xolasa. Hop, balonlarga keladigan bo'lsak, 612 eng katta balon. Hop, rollari gidrolika bo'ladi. Eng mazza qilgan joyiga mana sizlarga skollar mana trosli bo'ladi mana. Katta jatga qo'yib nimadir narsa qo'yib ishlatsangiz sizlarga ma'nosi bermaydi. Ancha qulaylik yuradi. Bitta qo'lda sekin boshqaraverasiz mana. Rollari ham gidrolikka bemalol 160 gradusga bemalol buriladi. Hop. Frezalari 5 qatorli bo'ladi. Komplektida freza plus puligi ham bo'ladi xudo xolasa mana. Kimga kerak bo'lsa, qancha miqdorda xudo xolasa bemalol yetkazib beramiz. Manzilimiz Andijon viloyati Asaka tumani Axtachi Polvon mahalla. Hop do'kon vatani o'tdim. Ko'rib turganlaringizdek mana kimga qanaqadir narsa texnikalar kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilsangiz bo'ladi pastdagi nomerlarga. Hop mana. Sizlar izlayotgan hamma narsa xudo xolasa bor.